Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Agar premium klassdagi idish tovoqlar bo'ladigan bo'lsa, ro'zg'or uchun mana shu do'stimizdan kelib olaverasizlar. Hozir narxini yaxshi chiroyli narxda qilib beramiz deb turibdi. Og'a, sizda faqat tozalar, originallar, to'g'rimi? Bizda faqat original, sifati yaxshi, o'sha uyaltirib qo'ymaydigan, ro'zg'or bo'lib, ancha yillar mobaynida xizmat qiladigan narsalar. Xullas, yaxshi sifatlini, kачественный arzonroqda qilib berasizmi? Ha, bozordan bemalol qiziqib keladi. Inshaalloh hech kimni xafa qiladigan darajada emas, arzon qilib berib yuboramiz. Bo'lmasa biz videomizni Abu Saxiy Chinni bozoridan boshladik do'stlar. Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli moshin bozori bilan Abu Saxiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xona narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrak bilan xohlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshidan olaverasizlar. Charchamanglar. Bizda hammasi turistik, Qo'rqmas brendiga tegishli bo'ladi. Keramitsga o'sha sog'liqqa zararsiz qozonlarimiz bor. Har xil rangda bejiviy, seri, qora, granitlilar ham bor bularni. Bular ham hammasi o'sha Qo'rqmas brendiga tegishli bo'ladi. Bular ham Turkiyada ishlab chiqariladi, 100% eko bo'ladi. Bularni nabor shaklida mana bunaqa nirjavikaliklar bor. Bular 100% meditsinskiy stil bo'ladi. Dunyo bo'yicha o'sha ekologik jihatdan birinchi o'rinda turadi. Kачествоsi juda ham zo'r bo'ladi. Bularni yana nabor shaklida, alohida shaklida xarid qilsangiz ham bo'ladi bemalol. Endi muammosi narxidami, nimada? Narxi qanday? Narxi ham qimmat emas, qolgan joylar bilan solishtirib kelasizlar bemalol. Qo'limdan kelgancha arzon qilib beraman. Bunaqa bozordan olib sotmaymiz, o'zimizga keladi. Ha, o'zingiz pravoy Xitoydan olib kirasiz, Turkiyadan. Ha, Turkiyadan olib kirasiz. Ha, o'zi Xitoy bu hamma Xitoy bo'lib ketganiga do'stingiz turetskiy ekan. Qani? Originallar xohlaganlar uchun bizda bor. Qani eng arzon narsangiz nima do'koningizda? Arzon narsalar nechi puldan boshlanadi? Tuzdonlar bor, mana bunaqa narsalar bor mana. Vakuumlimi bular? Vakuumli bo'ladi, narsalaringizni o'sha sog'in holatida saqlab turadi, ichida havo chang-panglar kirib ketmaydi. Bu ham turetskiy. Sifati zo'r, Qo'rqmasniki Turkiyaniki bo'ladi. Necha puldan boshlanadi bular? Bularning donasi 80 ming so'mdan boshlanadi. 80 ming so'mdan boshlanadi. Mana har xil tuzdonlar bor. Qani narxlarni tanishtirib o'taversangiz. O'zingizga naborlari bor, naborlari 430 ming chiqadi. Mana shunaqa 12 talik naborlari, mana bunaqa konteynerlari bor xohlasangiz. Bular ham nirjavika, tuzdon, shunaqa narsalar bo'ladi. Mana bulari bor, mana 250 ming so'm chiqadi. Hamma narsaga ishlatsangiz bo'ladi. Yog' idishlaysizmi? Mana bunaqa bardak choynaklarimiz bor. Bularni ham o'sha turk kafelariga bemalol ishlatsangiz ham bo'ladi. Uyga damashniy holatda ishlatsangiz ham bo'ladi. Juda ham zo'r. Bularni elektriskiy bo'lgan modellari bor bizda. Mana chiroyli ekan, nirjavikada bular. Ha, nirjavika bo'ladi. Arzoni necha puldan boshlanadi bular? Bularning arzoni 350 ming so'mdan boshlab 950 ming so'mgacha bor. Mantiqasqonlarimiz har xil, 850 mingdan boshlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Ular 1 million 200 ming so'm, Autumberhof brendiga tegishli bo'ladi. Arzonroqlari mana bular bo'ladi, 850 ming so'm. Sifati zo'r, kачествоsi zo'r. 850 ming so'mdan. Nirjavika bular 100%. 100% nirjavika. Bular Turkiyada ishlab chiqarilgan. Yo'q, men bular turistik bo'ladi. O'sha ular ushlaganlar turistik bo'ladi, 1 million 400 ming so'm. 1 million 400. Bu qanaqa materialdir? Bu granitviy покрытие bo'ladi. Покрытие qilingan, o'sha qozonlarga moslab olsangiz bo'ladi. Opajon, siz mant qozonni yaxshi tushunasiz? O'zi yaxshi vaqtda qozon qaysi bo'ladi? Masalan, alyuminniy bo'ladimi? Lekin bular ham yaxshi ekan. Yaxshimikan? Nirjavika bo'ladimi? Hozir ko'proq alyuminniy o'rniga nirjavika olib turibdi. Ha, nirjavika eko bo'ladi, o'sha sog'liqqa zararsiz, ham vechniy ishlash davomiylik bo'ladi. Shu jihatdan ajralamiz. Zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bardak choylar uchunmi bu? Yo'q, bular ya'ni qaynatmaydi choyda. Ha, kofeni qaynatadi. Kakao pishirishga, kofelarga, shunaqa narsalarga. Mana razmeriga qarab ketaveradi. Necha puldan boshlanadi? Razmeriga qarab ketaveradi. Bular 80 ming so'mdan boshlanadi. Mana shular 80 ming so'm. Ham turetskilari 130 ming so'm. Razmeriga qarab ketaveradi. 1 litrgacha bo'lgan hajmi bor bularning. Gezerniy modellari ham bor. O'sha kimpi qilib ustiga chiqarib beradigan. Kuchli davlina bosim ostida chiqazib beradi. Yana nimalar qani? Neobычный narsalar bor mana. Gelvi. Zo'r. Mana qoshib qo'yadigan postavkalarimiz bo'ladi. Elektriskiy ham taxtakashlarimiz bo'ladi. Bular o'zi dezinfeksiya ham qilib beradi. Tokka suqib qo'yasiz. Mana buni qizdirib, quritib, shunaqa qilib beradi. Ichida ultrafioletoviy bormi? Ha, ichida o'sha ventilyatorchasi bor, sifati zo'r. Korejga hammasini tiqib qo'yadi, davomli qilib. O'zi postavkada turadi. Zo'r. Choqlari ham normalniy.
Bular ham ja unaqa qimmat emas, 950 ming so'm chiqadi. Sifati ham juda ham Общий komplektimi? Ha, shunaqa. Xo'p, ko'rishlaring mumkin. Keyin mana bunaqa xolodilniy idishlarimiz bor. Bular Dubaydan keladi, tagi Xitoy bo'ladi. Kachествоsi zo'r. O'sha prem xolodilniyda ichidagi akrel bilan bir xil ishlangan. Katta, kichik, har xil razmerlari bor. Tuxumga desalar tuxumga. Bular 110 ming so'mdan boshlab, eng kattasi 190 ming so'mga tugaydi. Mana choniylar bor ekan. Qarang. Porsche choyniklar bor, xohlasalar. Keyin mana bunaqa nakif yig'maydigan Autumn brendiga tegishli bo'lgan juda ham zo'r sifati chog'imlarimiz bor. Bular nakif ham yig'maydi, zanglamaydi ham, qoraymaydi ham, rangi ham o'zgarmaydi. Bu ham shu Turkiya, Xitoy. Bu nemetskiy texnologiya bo'ladi, Dubaydan keladi. Buni mana shu razmeri 480 ming so'm chiqadi, 206 bo'ladi. Ikki chin choynikdan ko'proq choy ketadi. 5 litrligi bor, 5 litrligi 680 ming so'm chiqadi. Sifati zo'r. Qo'rqmasmi? Qo'rqmas ham bor mana. Qo'rqmas. 2 litrlisi bor. Qarang, u neobычный ekan, qo'rqmas. 3,5 litrlisi bor. Bu ham o'sha ichi matoviy bo'ladi. Bu ham 100% nakif yig'maydi. Bu Turkiya brend. Bu Turkiyaning o'zidan keladi. Qarang, Turkiya brend, qarang, Xitoy qarang, sal qimmatroq yuradi adashmasam, ha? Endi ularda sifat ham o'shanga yarasha bo'ladi-da. Ha, Xitoyda endi ishchi kuch ko'pligiga arzon texnologiya ishlatib chiqariladi. Hammasi o'zi narxiga yarasha. Xitoyda ham endi yaxshi narsalari bo'ladi. Bular endi baribir haqiqiy o'sha 1972-yildan beri ishlab chiqariladi. Sifati ham juda ham. Mana bu olsangiz bir butun umrga yetsa kerak bu. Ha? Ha, shunaqa. Yo'q, ancha yilga yetadi, lekin bemalol hech ikkilanmasdan ishlataveradilar. Sifati zo'r. Kurshkalar necha puldan boshlanadi o'zi? Bularning boshlanishi 140 ming so'mdan boshlab, katta 9,5 litrliklar bo'ladi, 580 ming so'm chiqadi. Katta 9,5 litrlik. Hozir odamlar nimaga ko'proq narxiga e'tibor beryapti, sifatigami? Endi o'sha iloji boricha sifat jihatdan, kashfo jihatdan, ekologik jihatdan shu narsaga ko'proq e'tibor beradi. Narx-navoy ham ja unaqa deydigan darajada emas. Normalniy. Endi Xitoydan sal razisasi bor xolos. Sifat lekin haqiqatdan lekin chinni bozorlar bo'yicha eng arzon chinni bozor bo'ladi. Bozor o'zida bo'ladi bozor, to'g'rimi? Chin internetdan olgandan ko'ra shunaqa. Mana ko'rishlaring mumkin do'stlar. Keyin skоворodkalar bor ekan har xillardan. Skоворodkani qaysini taklif etasiz o'zingiz? Skоворodkalar ham mana bular ham o'sha 100% mana eko bo'ladi, emblemalarigacha ham. Bunda o'sha keramika, noflian, non-stick 3 ta pokritiya bitta qilinadi. Ruchkalarining ichida suyuqlik bo'ladi. Bu ham 100% qo'l qizib ketmaydi. Kashfasi zo'r bo'ladi bu ham. Kashfasi zo'r. Bu ham o'sha Turkiyada ishlab chiqarilgan. Xitoyda aralashmaydi. Necha puldan boshlanadi Turkiyada? Bu 350 ming so'm chiqadi. 350 ming so'm chiqadi. Arzon, masalan, arzon so'raganda ham arzon narsa sotasiz. Arzonrog'i bizda rossiyskiy bo'ladi. Arzonrog'i 220 ming, 200 ming atrofida bo'ladi. Ja unaqa arzoni yo'q. Adashma o'zi o'zimga yarasha mana klientlarim bor, ular aynib qoladi. Ha, shu qarang, o'zi do'koningizga e'tibor beryapman. Do'koningizda faqat sifatli narsalar bor ekanda. Tugagan hozir. Qarang, faqat sifatli narsa sotar ekansiz. Siz mana misol uchun arzonchalar tiqib tashlamagansiz, to'g'rimi? Sifatli narsalar bor ekan. O'sha sifatli narsani sizdan arzon olsak bo'ladimi o'zi? Ha, o'sha qo'ldan kelgancha bemalol narx-navosini qiziqib keladilar. 100% qo'ldan kelgancha arzon qilib beraman. Keyin misol uchun kimdir arenda turadi, kimdir do'kon o'ziniki bo'ladi. Kimdir bizda arenda emas, sifati zo'r, kashfasi yaxshi. Bemalol kelasizlar, arzon qilib beramiz bozorda, narx-navosini qiziqib. Hech kimni xafa qilib qo'yvormaymiz. Misol siz olib sotmay o'z promoter olib kirasiz. Olib kirmaymiz, xo'jayin birgalikda ishlaydi. Olib kirasizlar-da birinchi qo'l bo'lib, to'g'rimi? Mana do'stlar ko'rishlaring mumkin. Har xil skоворodkalar ko'rishlaring mumkin. Mana qozonlarchi? Qozonlar ham o'sha Turkiyaniki bor, mana kashfasi zo'r. Bular o'sha Qo'rqmas brendiga tegishli bo'ladi. Bular granitli modellari. Mana bu Niva brendiga tegishli bo'ladi. Bu ham o'sha Turkiyadan keladi. Sifati zo'r. Kashfasi zo'r. Bu oqli ranglar. Hammasi komplektmi? Hammasi komplekt, alohida sotilaveradi. Farqi yo'q. Kim qanaqa xohlasa, xohlasalar, keyin mana bunaqa mana elektroset naborimiz ham bo'ladi. Elektroset. Elektroset naborda bu $310 chiqadi. Buni ichida toster bo'ladi, blender bo'ladi, mikser bo'ladi, chopper bo'ladi, kofe pishiradigan bo'ladi, ikkitali bardak choydiki bo'ladi. Tosterlarimiz ham bor mana. Bu ham o'sha kafeni toster bo'ladi. Mana korobkada ko'radigan bo'lsangiz, bunda stek hamma narsa lavash deysizmi, kafega ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana do'stlar, ish qilib ro'zg'or uchun hamma narsa barchasidan topsalar ham bo'ladi.
pichoqlari ham mana shipporniy modellari bor, o'sha qo'rqmas brendiga tegishli bo'lgan. Qo'lga ham juda ham oson tushadi, sifati ham любой chaqda chaqlaydi. Misol uchun hozir Xitoy pichoqlari chiqib ketgan, ular любой chaqda chaqlaydi. Buni любой chaqda olib borib, misol uchun обычный uyda holatida chaqlatsa ham bo'ladi, bemalol, любой chaqda chaqlash mumkin. Mana do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Idish tovoqni endi sizda endi premium klassda, to'g'rimi idish tovoqlar? Premium klass. Zo'r, ha, premium. Sifati yaxshi mana. Bitta olib mazza qilib tutadigan ancha yillar davomida. Mana chugun qozonlar ham bor ekan, qaranglar do'stlar. Chugunlarni ham o'sha lava brendiga tegishlisi bo'ladi. Xitoyniki emas u. Kachsifasi yaxshilari bor. Chugun qozonlar necha puldan boshlanadi? Chugun turецкий qozonlarim 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Xitoynikilar 280 ming 300 mingdan boshlanadi. Chugun. Farqi u chugunda bo'ladi-da. Ha, bularda chugunning foizi 85%, 90% gacha bo'ladi. Dunyo bo'yicha bu lava ferma dunyo bo'yicha 4-o'rinda turadi. Sifat jihati juda ham zo'r. Buni qulaylik jihati yana обработка qilmasdan ishlatsa ham bo'laveradi. Ammo bu Xitoy chugunlari bo'ladigan bo'lsa, bularni обработка qilmasdan ishlatib bo'lmaydi. Necha pul Xitoydiki? Mazza berib yuboradi. O'sha 10 litrlisi 600 ming so'm chiqadi. 10 litrligi 600 ming so'm. Mana bular nima edi bular? Bular termos tovada, yo'q bu yoqqa narsa olib borishga, bular ham zo'r narsalar. Termos tovarlar. Buni ham o'sha 8 litrli, bu hozir 12,5 litrli, 18 litr, 22 litr litrajlari bor, katta kichik. Necha pul ekan? 12,5 litrlisi $100, 18 litrli kattaroqlari $120 shunaqa chiqadi. Kichkinalar ham bor ekan. Termizlarimiz ham bor mana bunaqa. Choy termizlar bo'ladi. Bular Alpenberg brendiga tegishli bo'ladi. 100% bir sutka sotishlab beradi. Sifat jihati ham juda ham zo'r. Xullas, agar yaxshi premium klassdagi original tovar oladigan bo'lsa, mana shu do'konga kelasizlar. Do'kon manzili 192-do'kon. Abu Saxiy do'stlar. Abu Saxiy Chinni bozor. 4-qator 192-do'kon. Shu do'stlar. Bu past tashqarida narsalar bor ekan-a? Tashqarida ham miskalarimiz bor. Buni ham o'sha kattasi 9 litr bo'ladi. Mikserda narsa ko'pirtirishlarga, xamirlar qilib mikser idishda, to'g'rimi? Mikser idishga ham bu narsa ketaveradi. Bu ham 18 o'n 100% meditsinskiy stollar. Bu yerda ham anqas qo'llarimiz bor. 4 ta listli bo'ladi. Alpenberg brendiga tegishli. Sifati yaxshilari bor. Satinniklarni mana bu yoqda kattalar. O'sha mana 9,5 litr bo'ladigan bo'lsa, 6 litrlisi bor, 3 litrlisi bor, 2 litrlisi bor. Litrajga qarab ketaveradi. Mana Vok jaronitsalarimiz ham bor. Bular Vok sifatida ishlatiladi. Bu ham o'sha qo'rqmas brendiga tegishli bo'ladi. Qorayib ketmaydi. Yo'q, qoraymaydi. Sifati juda ham zo'r. Bunda eng yana qulay ayollarga qulaylik jihati azilit, kazan shunaqa narsalar tanlab o'tirmaydi. Любой narsa ishlataveradi. Yana bitta qulaylik jihati nirjavika kapkirlar ham bularga bemalol mumkin. Necha vaqtda? Bu 400 ming so'm chiqadi. 400 ming so'm. Yaxshimi? Mana bunaqa paravarkalarim ham bor mana. Alohida list desalar, alohida list. Prem paravarkani o'zi kerak desada, prem paravarkani o'zlari ham bor. Bizada yana mana bunaqa skaravarkalar bor. Oshxona, kafe shunaqa narsalarga katta 16 litrli bo'ladi. Bu mana no'xat sho'rak, xolodeslarni misol uchun 7 soat, 8 soat pishadigan bo'lsa, bu kamida 2 soatda pishirib beradi. O'shanda suyakka vilka kiradigan darajada bo'ladi. Sifat jihati juda ham zo'r. Bu 16 litrlisi 1 million 850 ming so'm chiqadi. Xullas, buni 5 litrgacha bo'lgan hajmlari bor. Kastrullar bor deydilarmi? Hammasidan bor. Hammasidan bor. Mana bu skaravarka bunaqa regulatorli variantlari bo'ladi. Qaranglar. Xullas kelaverasizlar do'stingizga. Yaponskiy firma, bu ham Fuma brendiga tegishli bo'ladi. Ish soatingiz qanday bo'ladi? Ish soat shu ertalab 8 dan kechki payt 6 gacha ishlaymiz. Shu do'stlar like bosib do'stlarga yuborib qo'yasizlar. Mana bu yerda komplet 65 litrgacha bo'lgan hajmlari bor. Kafe, oshxona, restoranlar uchun. Katta nimalar ham bor, qaranglar. Bular o'sha prameshniy narsalar bemalol ishlataveradilar. Sifat jihati ham, kashfa jihati ham juda ham zo'r. Nima deymiz, og'a bo'lmasa? Kelaveramiz. Like, podpiskani bosasiz, kelaverasiz. Inshaalloh bozordan arzon qilib beramiz. Yaxshi. Charchamang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.